Otalar to'g'risida bir hadis bor. O'zing ham, moling ham otangniki degan. Tamom bo'ldi. Shariat payg'ambar alayhisolatu vasallam kimga qilay yo Rasululloh deganda kimga dedi? Yo Rasululloh otib qoladi yana. Yo Rasululloh yana otib qoladi. Keginchi deydi? Otangga. Shetda erkalab ketasizlarda. O'y dedi, dadangni qo'y. Hatto payg'ambar alayhisolatu vasallam onangga deb aytayapti. Keyin otangga qilasan desa bu yaxshi xotin emas. Endi biz hadisdan nima ololmaymiz-da, endi biz shariatga muhtojmiz. Shariat nima deydi? Hadisga ota bilan ona deydi, bir xil paytda chaqirib qolyapti. Bir xil paytda chaqiryapti. Nima qiladi desa, hadisga muvofiq labbay onajon deb turib onasiga boradi deydi. Nima deydi? Onasi aytadi, bolam aytdan soda olib kelib ber, yo yarim kilo go'sht olib kelib, yo bitta shashlik olib kelib bersa, xo'p bo'ladi onajon deydi, otasini oldiga boradi. Labbay ota nima xizmat? O'g'lim palon ishni qilish kerak desa, xo'p bo'ladi, otasini aytganini qiladi birinchi. Lekin hadisga muvofiq birinchi onaga boradi-yu, lekin otasini aytganini qiladi. Avval otani aytganini qil, keyin onani aytganini qiladi. Tushundilaringmi? Erlaring, pirlaring. Payg'ambar alayhisolatu vasallam agar bir odamga sajda qilishligi durust bo'lganda, ayollarni erlariga sajda qilishlikka buyurardim haqlarini ko'pligidan. Tushundingizmi? Erkaklarda Xudo taolo darajatini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa degan. Erkaklar ayollarning ustidan boshliq deb Qur'onda ham aytib qo'ygan. Kuchli bular.